Assalomu alaykum, hurmatli onlayn darsimiz tinglovchilari. Bugun e, bu galgi darsimiz asosan bo'ladi e, polimerlarning tuzilishini o'rganish usullari. O'zi umuman polimerlar tuzilishi, ularni xossa xususiyatiga tuzilishini ta'siri, e, xossalarni o'zgarishiga olib keluvchi omillar, misol uchun sifatli polimerlar qanday tuzilishga ega bo'ladi, qanaqa strukturaga ega bo'lgan polimer sistemalar mavjud, shular haqida qisqacha gaplashamiz. Hop, polimerda molekulyar heterogenligi bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, polimerlarda albatta ba'zi bir e, xarakteristikalar ularni o'sha polimer sistemasini e, xossa xususiyatlariga ta'sir ko'rsatadi. Bular molekulyar massaviy taqsimlanish, kimyoviy heterogenlik, molekulyar tuzilish, makromolekulalar tuzilishi, funksionallik, taqsimlanish va hokazo turlar mavjud. Demak, bu xususiyatlar aynan polimerlarni e, qanaqa xossaligiga ega ekanligini belgilab beradi. O'zi polimer degani makromolekulalar jamlanmasidan, yig'indisidan tashkil topgan sistema bo'lib, ma'lum bir funksiyani bajarishga qaratilgan material hisoblanadi. Misol uchun olib qaraydigan bo'lsak, mana molekulyar massaviy taqsimlanishga keladigan bo'lsak, polimerlanish reaksiyalarida yoki bo'lmasa umuman polimerni hosil bo'lish reaksiyalarida o'sha reaksiya sharoitlari, reaksiya borish jarayoni ta'sir qilib, polimerlanish davomida turli xil o'lchamga ega bo'lgan makromolekulalar hosil bo'ladi. Bu polimerlarda polidisperslik darajasini keltirib chiqazadi. Polidisperslik darajasi esa bu polimerni sifatini belgilovchi asosiy parametrlardan biri hisoblanadi. Misol uchun, polidisperslik darajasi qancha yuqori bo'lsa, polimer material hosil bo'lgan, olingan material shuncha sifatsiz bo'lib boraveradi. Endi polidisperslikni kamaytirish uchun, ya'ni polidisperslikni keltirib chiqazadigan parametrlardan yoki jarayonlardan biri bu o'sha polimerlanish, polimerda hosil bo'lish reaksiya tezligini ortib ketishi va tasodifiy holatdagi polimerlanish jarayonlariga ketishi o'sha polidisperslik oshib ketishiga sabab bo'ladi. Buning uchun demak, o'sha tasodifiy bo'lmagan boshqariladigan polimerlanish reaksiyalari va regulyatorlar qo'shish orqali aynan o'sha polidisperslikni kamaytirish mumkin. Demak, polidisperslik oshishi bilan polimerni sifati kamayib boraverar ekan. Polidisperslik esa polimerni sifatiga nisbatan demak nima ekan? Teskari proporsional. Keyingisi kimyoviy heterogenlik. Endi kimyoviy heterogenlik bo'yicha aytadigan bo'lsak, bu yerda endi o'sha sapolimerlarda hosil bo'lish jarayonida yoki bo'lmasam polikondensatlanish reaksiyalarida polimer hosil bo'lish jarayonida o'sha oraliq zvenolar, ya'ni monomer zvenolarni takrorlanish darajasi orqali kuzatish mumkin. Bu ham polimerni xossa xususiyatlariga ta'sir ko'rsatadigan parametrlar hisoblanadi. Undan keyingisi polimerlarni fazoviy tuzilishi. Fazoviy tuzilishi misol uchun polimerlar chiziqsimon, tarmoqlangan, yulduzsimon, dendrimer, to'rsimon, narvonsimon va hokazo turlari mavjud. Bular ham albatta polimerni xossa xususiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Undan keyingisi funksional, ya'ni polimer makromolekula tarkibidagi funksional guruhlarda takrorlanib kelishi. Bu takrorlanib kelish holatlari o'sha funksional guruhlarni bir-biriga ko'rsatadigan ta'sir, ya'ni qo'shni effekt keltirib chiqarishiga sabab bo'ladi. Qo'shni effekt xususiyatiga qarab polimerlarni reaksion faolligi, kimyoviy, biologik faolliklari ham o'zgaradi. Bu asosan o'sha biologik faol, kimyoviy faol bo'lgan polimerlarga katta ta'sir ko'rsatadigan omillardan hisoblanadi. Endi polimerlar o'zi umuman olib qaraydigan bo'lsak, ikki xil tuzilishda bo'ladi. Molekulyar tuzilish, ust molekulyar tuzilish. Endi biz molekulyar tuzilishga to'xtalmaymiz, chunki bizni tushuntiradigan qismimiz asosan ust molekulyar tuzilish. Molekulyar tuzilishda aytadigan bo'lsak, bu yerda molekulyar tuzilishda asosan o'sha molekulyar, ya'ni makromolekulyar holatda ma'lum bir funksiyani bajaruvchi makromolekulalarning xususiyati bo'yicha, misol uchun mana DNK, RNK, ya'ni nuklein kislotalar
yoki bo'lmasam oqsillar, bular molekulyar tuzilishga ega bo'lgan e, polimer makromolekulalar hisoblanadi. Endi ust molekulyar tuzilish degani bu makromolekulalar jamlanmasidan tashkil topgan sistema hisoblanadi va makromolekulalar assotsiatsiyasi deyiladi, ya'ni yig'indisi deyiladi. Endi bu yerda makromolekulalar e, jamlanmasi bo'lgandan keyin ust molekulyar tuzilishda ikki xil struktura hosil bo'ladi. Ust molekulyar tuzilishda birinchisi e, amorf struktura, bu tartibsiz taxlanlar degani. Ya'ni makromolekulalar tartibsiz taxlam bo'lsa, bu amorf struktura hisoblanadi. Ikkinchisi makromolekulalar tartibli taxlanishi, bu kristal struktura. Demak, ust molekulyar tuzilish polimerlarda amorf va kristal tuzilishli polimerlar mavjud bo'lar ekan. Bu taxlamlarga bog'liq. Demak, endi yuqoridagi nima bo'yicha ketma-ketlikda ma'lumot beradigan bo'lsak, makromolekulalar shu tarkibidagi asosiy zanjirdagi e, element atomini turiga, bir xilligiga yoki turlichaligiga qarab turib heterozanjirli va gomo zanjirliga bo'ladi. Gomo zanjirli ko'pchilik holatda karbo zanjirli deb ham yuritiladi. Bunga sabab e, tabiatda, tabiiy jarayonda faqat uglerod atomigina bir-biri bilan cheksiz bog'lanish xususiyatiga ega. Boshqa birorta element atomini bir-biri bilan cheksiz bog'lanish imkoniyati mavjud emas. Tabiiy qonuniyatlar asosida. Bog'lanishlar bor. Misol uchun mana oltin gul sakkiztasi bir-biri bilan bog'lanishi mumkin yoki kislorod bog'lanishi mumkin bir-biri bilan, azot bog'lanishi mumkin, xlor bog'lanishi mumkin, fosfor bog'lanishi mumkin. Lekin bular ma'lum bir chegaradagi atomlar bog'lanishda ishtirok etadi. Ya'ni cheksiz bo'lmaydi. Uglerod atomida cheksiz bog'langanligi uchun gomo zanjirli polimerlar ikkinchi nomi, karbo zanjirli polimerlar ham deb yuriladi. Endi chiziqsimon polimer, narvonsimon tarmoqlangan dendrimer, to'rsimon polimerlar bu fazoviy topologik izomeriyasi bo'yicha. Undan keyin joylashuv izomeriyasi bo'yicha keladigan bo'lsak, makromolekulalar hosil bo'lish jarayonida ishtirok etayotgan, demak, monomer zvenosi agar nosimmetrik tuzilishga ega bo'lgan monomer zvenosi bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 3 xil birikish holati bo'lishi mumkin. Bu 3 xil birikish holatda, misol uchun mana X funksional guruh birikkan tomoni bosh bo'lsa, ikkinchi tomoni dum deb oladigan bo'lsak, bosh dum birikish holati bo'lishi mumkin. Bu bosh dum birikkan holatda funksional guruhlar bir-biri bilan SH2, ya'ni metilen guruhlar bilan ajratilgan. Keyingisida bosh-bosh, ya'ni ikkita bosh-bosh bir-biri bilan birikkan bo'lishi mumkin. Bu holatda demak funksional guruhlar birikkan uglerod atom to'g'ridan to'g'ri bir-biriga bog'langan bo'ladi. Bu yerda funksional guruhlar juda yaqin bir-biriga joylashgan bo'ladi. Keyingisi dum-dum bo'ladi, oxirida birikkan bo'ladi. Ya'ni ikkinchi uglerod atom bilan ikkinchi uglerod atom birikkanda dum-dum birikish bo'ladi. Demak, birinchi bilan birinchi birikkanda bosh-bosh bo'ladi, ikkinchi bilan ikkinchi birikkanda dum-dum bo'ladi. Birinchi bilan ikkinchi birikkanda bosh dum bo'ladi. Endi bu holatda o'sha funksional guruhlarning bir-biriga yaqin va uzoqligiga qarab turib qo'shni effekti kuzatiladi. Misol uchun, uzoqlashib borgan sari qo'shni effektni ta'sir doirasi ham susayib boraveradi. Xo'p, keyingi izomeriya fazoviy izomeriya hisoblanadi. Ya'ni tuzilish bo'yicha fazoviy izomeriya bu polimerlarda asosiy xarakteristik xususiyatlarni belgilashda muhim ahamiyatga ega. Misol uchun, shishalanish haroratini o'zgarishiga olib keladi. Misol uchun, tabiiy poliizopren, ya'ni cis poliizopren bilan trans poliizoprenni solishtiradigan bo'lsak, cis poliizoprenda SH2 o'sha makromolekularni davom qildiruvchi SH2 metilen guruhlari, demak, tekislikni bir tomonda joylashgan bo'lib, cis poliizopren hosil bo'ladi. Keyingisida esa trans poliizopren, bunda SH2 guruhlar tekislikni ikki xil tomonda joylashganligi uchun trans struktura hosil qiladi. Endi bu ikkita materialni shishalanish haroratini bir-biriga solishtiradigan bo'lsak, cis poliizoprenni trans poliizoprenga nisbatan shishalanish harorati juda ham past bo'ladi. Demak, polimer materialni shishalanish harorati qancha past bo'lsa, shuncha sifatli polimer. Ya'ni bu degani minus haroratlarda ham, ya'ni juda sovuq haroratda ham o'zini qayishqoqligini, elastikligini saqlab qolgan polimer hisoblanadi. O'shaning uchun demak, shishalanish harorati qancha past bo'lsa, polimerni
fizik mexanik xususiyatlari shuncha yaxshi degan xulosaga kelish mumkin. Demak, shishalanish harorati pasaygan sari uni fizik mexanik xossiyatlari ham yaxshilanib boraverar ekan. Undan keyingisi, misol uchun, stereoizomeriya. Stereoizomeriyada asosan o'sha optik faol funksional guruh saqlovchi, optik tuzilishga ega bo'lgan funksional guruh saqlaydigan polimerlar haqida gap ketadigan bo'lsa, bu yerda o'sha yorug'lik nurini o'ngga yoki chapga burishiga qarab turib, demak, makromolekularda LD izomeriya hodisasi kuzatiladi. LD izomeriya hodisasi albatta o'sha makromolekularning biologik faolligini belgilab beradigan asosiy parametrlardan hisoblanadi. Bu bo'yicha e, navbatdagi ma'lumotimizda aytib o'tamiz. Undan keyingisi, demak, stereoizomeriya. Stereoizomeriya asosan polimerlar stereoregulyar va nostereoregulyar strukturaga ega bo'ladi. Stereoregulyar polimerlar asosan tartibli funksional guruhlar tartibli keladigan shakl hisoblanadi. Bunga bitta misol izotaktik polimerlar. Demak, funksional guruhlar tekislikni bir tomonidan keladigan bo'lsa, mana ko'radigan bo'lsak, mana funksional guruhlar tekislikni bir tarafida kelyapti. Mana, demak, X guruhlar tekislikni bir tarafida, unga qarama-qarshi vodorod atomlari tekislikni ikkinchi tarafida. Demak, bu tuzilishga izotaktik tuzilish deyiladi va stereoregulyar polimer hisoblanadi. Keyingisi, o'sha funksional guruhlar tekislikda ikki xil tomonda keladi, lekin tartib bilan takrorlanadi. Misol uchun, bir tepada, bir pastda, bir tepada, bir pastda, bir tepada, bir pastda bo'lib ketadigan bo'lsa, bunday polimerlar sinudaktik polimerlar hisoblanadi va zigzag holatda tartibli keladi funksional. Bu ham, demak, tartibli tuzilishga ega bo'lgan polimer hisoblanadi. Undan keyingisi ataktik polimerlar. Bunda ham zigzag shaklida keladi, faqat tartibsiz bo'ladi zigzag. Mana bir tepada, bir pastda, yana pastda, tepada, pastda va hokazo. Demak, tartibsiz holatda keladi. Bu ham polimerlarni ma'lum bir xossalarini o'zgarishiga olib keladi. Misol uchun, shishalanish harorati o'zgarishiga ham olib keladi. Bu holat endi LD izomeriya bilan shu stereoizomeriyani bir-biriga, demak, bog'laydigan bo'lsak, shunaqa xususiyat kelib chiqadiki, misol uchun, ataktik polimerlarda L va D izomerlar tartibsiz aralash holatda keladi. Demak, hech qachon alohida L izomer, alohida D izomer ataktik polimerlarda mavjud bo'lmaydi. Bu nostereoregulyar polimerlar uchun. Keyingi stereoregulyar polimerlar uchun izotaktik, sindotaktik polimerlarni ko'radigan bo'lsak, misol uchun, izotaktik polimerlarda alohida D izomer keladi, ya'ni D izomerlar alohida ajratib olish mumkin, L izomerlar alohida ajratib olish mumkin. Demak, tartibli keladi bular. Undan keyingisi sindotaktik polimerlar. Tartibli LD izomerlar takrorlanib, tartib bilan takrorlanadi. Lekin bularni bir-biridan ajratib olib bo'lmaydi. Demak, biz uchun, demak, biologik faol moddalarni, biologik faol polimerlarni ajratib olish uchun bizga izotaktik polimerlar muhim ahamiyatga ega. Chunki alohida L izomerni, alohida D izomerni ajratib olish mumkin. Bunga misol qilib oladigan bo'lsak, shunday polimerlar bor, faqat L strukturasi biologik faol, shunday polimerlar bor, faqat D izomeri biologik faol. Misol uchun ko'radigan bo'lsak, astma kasalligini davolashda izopreterenolning D izomeri L izomeriga nisbatan 70 barobar biologik faollik namoyon qilib, o'sha bronxlarni hosil qiluvchi hujayra to'qimalarni davolashga yordam beradigan modda hisoblanadi. D izomer mana nimaga, Lga nisbatan 70 barobar biologik faollik. Keyingisida, misol uchun, L izomer jigar sistemasini metabolizmini yaxshilashda qo'llaniladi. Dga nisbatan biologik faolligi 10 martagacha yuqori ekan. Demak, bu yerda bizlar uchun, ya'ni biologik faol polimerlarni bir-biridan ajratish uchun izotaktik polimerlar muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Keyingisi, endi molekulyar struktura bo'yicha bog'liqligiga keladigan bo'lsak, ya'ni regulyarlikni, demak, molekulyar tuzilishga bog'liqligiga keladigan bo'lsak, stereoregulyar polimerlar, ya'ni izotaktik, sindotaktik polimerlar kristal struktura hosil qiladi. Chunki makromolekulalar o'zi tartibli bo'lgani uchun makromolekulalar taxlami ham tartibli holatgacha kelish imkoniyati mavjud. Nostereoregulyar polimerlar, ya'ni ataktik polimerlar
kristal struktura hosil qilish imkoniyati mavjud emas. Mana kristal amorfni ko'radigan bo'lsak, mana misol uchun mana bu polimerda bu kristal sohalar, bular esa amorf sohalar hisoblanadi. Endi polimer 100% kristal yoki 100% amorf bo'ladi deb ayta olmaymiz. Faqat nima deya olamiz? Kristalligi yuqori yoki amorfligi yuqori deyishimiz mumkin. Ya'ni kristallik yuqori bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 50% dan baland bo'lsa kristallik, bu kristal polimer desa bo'ladi. Demak, qisman amorf guruhlar ham mavjud. Yoki amorfligi yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu amorf polimer, demak, kristallikdan yuqori deb aytishimiz mumkin. Mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Bu mana yuqoridagi strukturada asosan kristal sohalarni qiymati katta amorfga nisbatan. Keyingi strukturamizda esa amorf strukturani qiymati mana kristal strukturaga nisbatan katta. Demak, bu molekula amorf tuzilishga ega bo'lgan makromolekula deb aytishimiz mumkin. Endi bu strukturalarni asosan o'sha to'liq kristal tuzilishga ega bo'lgan moddalar bo'lsa, rentgen tuzilish tahlil analizida yoki bo'lmasam yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi va mass spektrometriya bo'yicha yoki bo'lmasa kukunsimoya yoki boshqa turdagi yadro magnit rezonans yordamida yoki hozirgi kunda analiz usullaridan, demak, mashhur bo'lgan analiz usullaridan bu XPS, ya'ni rentgen fotospektroskopiya, ya'ni rentgen fotospektroskopiya bu asosan o'sha makromolekularni har bir nuqtasini, har bir qismini, bo'limini tuzilishigacha aniqlash imkoniyati mavjud bo'lgan analiz usullari XPS bilan analiz qilish imkoniyati mavjud. Endi bu analiz usullari yordamida, misol uchun mass spektrometri yordamida, misol uchun polimerlar molekulyar massasi katta bo'ladigan bo'lsa, bu holatda mass spektrometrda, demak, polimerni 3 kvadrpol yoki 2 kvadrpol holatdagi mass spektr saqlagan, mass detektor saqlagan, demak, uskunadan foydalangan holatda, ya'ni ion holatda ma'lum bir 20-25 ming molekulyar massaga ega bo'lgan, demak, nimalarni makromolekulalarni uchirish orqali molekulyar strukturasini aniqlash imkoniyatlari mavjud bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin bu yerda turli xil polimerlarni, turli xil molekulyar massaga ega bo'lgan polimerlarni mass spektrometrik analizini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu yerda ham xuddi shunaqa mana turli xil molekulyar massaga ega bo'lgan mana polimerlarni mass spektrometrik analizi. Endi bu yerda asosan polimerlarning tuzilishi, xususiyatlari haqida ma'lumot berilgan. Demak, bugunga rejalashtirgan ma'lumotlarimiz, tuzilish bo'yicha ma'lumotlarimiz, qisqacha ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Demak, keyingi darslarimizda uchrashguncha